Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz juda jiddiy mavzu, og'riqli mavzuni ko'taramiz. O'zbekistonga 50 dona timsoh bolasini olib kelinishi. Aksariyati nobud bo'lib ketdi. To'g'ri, qizil kitobga kiritilmaganlik shu ketishda bo'lsa, chumchuqlarimiz ham qizil kitobga kiritiladi. Bitta tovuqqa kamida 100 ta chumchuq ketadi-da. Hokim nima desa, o'shani bajargan. Ya'ni daraxt kesilsa, mana bugun ochiq aytish kerakki, bugun Yana shu holat takrorlanyapti. Nazorat yo'q-da. To'g'risini aytsam, bu gaplarni eshitib ko'zlarimga даже yosh keldi. Nahotki vijdonni narxi shunchalik arzon bo'lsa? 2000 dan ortiq ko'chat ekilgan. Ko'chat ekilganda 3 soatdan keyin hammasi sug'urib olib ketilgan. Mana shu daraxt kesmoqchiman, pul bermoqchiman o'rniga sizga deb, mana shu fuqarolarni yollab, inson o'ziga to'q bo'lmasa, onga ham rivojlanmaydi. ko'rdingizmi aka deydi, har bittasini deydi, bu yerda o'zini hissadorligi borki deydi, bu narsa bosti qilinyapti deydi. Bizada ekologik qonunchilikni yaxshi biladigan ekoyuristlarimiz kam juda ham. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz juda jiddiy mavzu, og'riqli mavzuni ko'taramiz. O'zbekistondagi ekologik korrupsiya haqida suhbatlashamiz. Korrupsiya bu faqatgina qonun buzilishi emas. Korrupsiya birinchi o'rinda tabiatga bizning qilgan xiyonatimiz. Korrupsiya bu daraxtlarimizning, suvimizning, daryolarning va qolaversa o'sib kelayotgan yosh kelajakning haq-huquqlariga qilingan zarba. O'ylab ko'ring, shuncha moratoriy e'lon qilinganiga qaramasdan juda ko'p daraxtlar kesilib kelyapti. Daryo o'zanlaridan qum va shag'al noqonuniy ravishda olib ketilyapti. Noqonuniy qizil kitobga kiritilgan hayvonlarning savdosi avj olib gullayapti O'zbekiston hududida. Eng achinarlisi va chiqindilarni noto'g'ri boshqarish oqibatida havo, suv, tuprog'imiz ifloslanyapti. Bularning barchasi faqatgina mutaxassislarning mavzusi emas, mutaxassislarni o'ylantiradigan mavzular emas. Bu hammamizga daxldor bo'lgan masala hisoblanadi. Shuning uchun e'tiboringiz bizda bo'lishini so'raymiz. Podkastimizda keling hozir shu mavzuni mutaxassislar bilan birga, studiyamizga taklif qilingan mutaxassislarimiz bilan birga Nargiz Qosimova, Feruzbek Sayfullayev va Islombek Xushvaqtov bilan birga muhokama qilamiz. Birinchi o'rinda Nargiz Sunnatovna sizga murojaat qilmoqchiman savol bilan. O'zbekistonda ekokorrupsiya nima va u qaysi sohalarda eng ko'p uchraydi? Assalomu alaykum. O'zi ekologik korrupsiya mavzusi oxirgi paytlari ko'tarib boshlandi. Bu paytgacha aynan korrupsiyaning turlari haqida gapirilardi, ammo ekologik korrupsiya degan tushuncha haqida deyarli kamchilik bilardi va keng aholi qatlami bu tushunchaga ega emas edi. Va jurnalistlarimizni tayyorlagan materiallarni respublika bo'yicha analiz qilganimizda ham ekologik korrupsiya deyarli mana shu namoyon bo'lmayotganligi ommaviy axborot vositalari sahifalarida, balkim faqatgina epizodik tahlillarda, ya'ni qaysidir inspektor pul oldi va ma'lum bir jarimaga, ma'lum bir jazoga tortildi degan ommaviy axborot vositalarida chiqardi. Ekologik korrupsiya nima? Ekologik korrupsiya bu o'sha tabiatimizga siz aytgandek xiyonat deb o'ylayman. Bu atrof muhitni muhofaza qilish qonunlarini buzish, shu litsenziyalarni noto'g'ri va ruxsatnomalarni noqonuniy berish, bu tabiiy resurslardan noqonuniy foydalanganlikdan ko'z yumish hisoblanadi va afsuski xohlaymizmi, xohlamaymiz, aynan mana shu ekologik korrupsiya mavjud bo'lganligi uchun ham biz tabiatimizni to'laqonli kelajak avlodga yetkazib berish darajasida asray olmayapmiz. Yana shu mavzu o'ylantiradi meni. O'zbekistonda behil-mahillik yo'qolib ketishi va hayvonlarimizni, qizil kitobga kiritilgan hayvonlarimizni onlayn savdosi juda ham avj olgan va bu qanaqa oqibatlarga olib keladi? Shular haqida ozgina to'xtala olasizmi, Feruzbek Botirovich? Assalomu alaykum birinchi navbatda. Demak, bu juda ham og'riqli mavzu O'zbekiston uchun. Nafaqat O'zbekiston qizil kitobga kiritilgan hayvonlar, balki O'zbekistonga boshqa mamlakatlardan o'sha yirtqich hayvonlarning olib kelinishi va ularni oldi sotisi O'zbekistonda juda ham avj olgan. Mana hozir Toshkentda juda ham ko'p bu qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yiladi. Afsuski, endi bu holatlar viloyatlarimizda ham uchrayapti. Demak, buni o'zidan ham
bu yerda korrupsion holatlar borligini bilishimiz mumkin. Misol uchun u qush emas, O'zbekiston huddiga olib kelinayotgan hayvonlar yo'lbars, timsoh, ilonlar yoki boshqa jonivorlarni olib kirishyapti-da. Ular qush bo'lsa uchib keldi desak mayli, O'zbekistonga kelib qo'ngandan keyin ushlab olishdi deb o'ylashimiz mumkin. Lekin aynan bizani chegara bojxona postlaridan o'tyapti bu jonivorlarda va bir dona, ikki dona emas. Mana bir misol sifatida oladigan bo'lsak, O'zbekistonga 50 dona timsoh bolasini olib kelinishi. Aksariyati nobud bo'lib ketdi. Hozir hayvonot bog'ida qolgan bo'lsa, shu timsoh bolalari bir 3 donasi saqlanib qolgandir-da. Mana bu yerda bir turni nima deydi, nobud bo'lishi kuzatildi-da va korrupsion holatning borligi. O'sha jonivorlarni olib kirgan shaxs, men hamma bilan bu narsani hal qila olaman, men bosib qila olaman degan holatda shunaqa odamlarni fikrini, dunyoqarashini o'zgartiryapti. Qonunchiligimizga ko'ra 2025-yil 1-yanvardan boshlab yovvoyi hayvonlarni oldi-sotdisini taqiqlash bo'yicha qonun qabul qilindi-da. Afsuski, lekin shu qonun qabul qilinishiga qaramasdan haligacha bu noqonuniy oldi-sotdi holatlari avj olib, rivojlanib boryapti-da. Bunga chek qo'yilgani yo'q-da. Ekologiya inspektorlari borsa, men ularni hal qilaman deydi. Aslida bizda O'zbekistonda ko'proq bitta shaxs foydalanadi. Bu o'sha korrupsion holatlarni yuzaga keltirib chiqarib, noqonuniy hayvonlarni oldi-sotdisi bilan shug'ullanadi va unda ruxsatnoma bor, to'g'ri. U ruxsatnomaga ega bo'lgan, lekin bizni qonunimizda shunday talab belgilanganki, u jonivorni faqatgina ko'paytirish uchungina pitomniklar tashkil qilish mumkin aslida. Lekin bular noqonuniy oldi-sotdisi bilan shug'ullanyapti. Siz jonivorni sotib olmoqchimisiz? Sizda ham o'sha jonivor uchun uyingizda muhit yaratilganligi, pitomnik tashkil qilinganligi to'g'risida belgilangan normativlarga javob beradigan muhit yaratilishi kerak. O'zini tabiiy muhitiga moslashgan jonivorni muhit bo'lishi kerak. Lekin sizda yo'q, u bemalol sizga sotadi. Aslida bu noqonuniy hisoblanadi. Sizda ham o'sha ruxsatnoma bo'lgandan keyin siz uni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Lekin mana shu talablar 2025-yil 1-yanvardan bekor qilinishiga qaramasdan hali ham O'zbekiston hududida yovvoyi hayvonlarning kirib kelishi va ularni oldi-sotdisi juda ham rivojlangan. Qizil kitobga kiritilgan hayvonlarga keladigan bo'lsak, birgina toshbaqalar misolida olishimiz mumkin. Yaqinda mana axborot chiqdi. 400 dona toshbaqani O'zbekiston O'rta Osiyo cho'l toshbaqasini skochga o'rab har bir toshbaqani bojxonadan olib o'tishga harakat qilishganda. Qanday qilib shu 400 dona toshbaqani u qayerda ko'paytirgan, u kimdan ruxsatnoma olgan? Bu yerda albatta qo'shtirnoq ichidagi kelishuvlar asosida mana shu tabiiy muhitdan toshbaqalarni terib olib, O'zbekiston hududiga boshqa mamlakatga sotish uchun chiqarishga harakatlar bo'lgan. Lekin bojxonachilarimiz ushlab qolib, mana 400 dona toshbaqani ochiq tabiatga qo'yib yuborishdi. Bizda bu holatlarda ham ekologik korrupsiya holatlari uchrab turibdi albatta. Ha, o'sha Firuzbekning gapiga bitta nimani qo'shimcha qilmoqchi edim. Misol uchun oddiygina to'g'ri Qizil kitobga kiritilmaganlik shu ketishda bo'lsa, chumchuqlarimiz ham Qizil kitobga kiritiladi. Chunki mana Toshkentda ham o'zlaringiz ham e'tibor bergan bo'lsalaringiz kerak, deyarli chumchuq qolmadi. Chekka viloyatga chiqqandagina chumchuqlarni ko'ryapman. Buni asosiy sababini ijtimoiy tarmoqlarda ko'pincha mayna qushi chumchuqlarning uyasini buzyapti va hokazo deb maynani ayblashyapti. Lekin afsuski bizada mana Ekolog.uz Telegram kanalimizda bir necha marotaba bergandik. Qo'qonda, Yangiyo'lda, boshqa viloyatlarda ham chumchuq kafelar bor. Ya'ni o'sha chumchuqni ushlab qo'shtirnoq ichida shunaqa stereotip mif nima tarqatishgan, chumchuq go'shtini yesa erkaklarni jinsiy nimasi osharmishda. Shuning uchun ochiqdan ochiq o'shani savdosi ketyapti-da, pishirib sotishyapti. Masalan, u chumchuq go'shti nima bo'ladi? 5 grammgina narsada, 5-10 grammgina narsada. Lekin o'sha zakaz berishganda bizada video rasmlari ham haligacha saqlanib qolgan. Bitta tovoqqa kamida 100 ta chumchuq ketadi-da, o'sha zakaz berganda-da. Endi tasavvur qilyapsizmi, qay darajada biz tabiatga ziyon yetkazyapmiz? O'shani borganda, masalan, Yangiyo'lda bergandik, borishdi, jarimaga tortishdi, lekin hozir yana xabar keldi, yana ochiqdan ochiq o'sha kafe masalan o'zi faoliyatini amalga oshiryapti. Qo'qonda ham xuddi shunaqa qilsa bo'ldi, borib jarimaga tortildi. Tortildim, aniq bilmayman to'g'risida, lekin bir muddat o'sha ish ko'rildi deb eshitdim, munosabat berishdi, lekin keyin yana hozir yaqindagina yana surishtirganimda o'sha kafelar yana
o'z faoliyatini davom ettiryapti. Bu yerda demak, ananda ekologik o'sha inspektorlar bilan kelishuv bo'lyapti-da. Umuman yopib tashlash kerak yoki umuman taomnomasidan o'sha chumchuq bo'ladimi, noqonuniy ovlangan o'sha nima tustovuq bo'ladimi, o'rdak g'oz bo'ladimi, boshqasi bilan oldirtirib tashlash kerak yokida afsuski uni taomnomasida bu narsalar oldirilmaydi. Mana ekologik korrupsiyani yana bir ko'rinishi va bexilmahalikka ta'siri, zarar. Ustoz juda ham yuqorida o'rinli narsani aytib o'tdilar-da. Qarang, biz mana Ekolog.uz Telegram kanaliga kelib tushgandan keyin murojaatlarni e'lon qilamizda. O'sha murojaatni o'rganish jarayonida inspektorlar borib, o'sha holat haqiqatan qayd qilinganligini aniqlab jarimaga tortyapti-da. Jarimadan keyingina yana shu holat takrorlanyapti. Nazorat yo'q-da. Nima uchun nazorat yo'q? O'sha inspektorda ma'lumot bor, aynan shu choyxonada yoki mana shu tamaddixonada mana shu holat takroran sodir qilinyapti. Doimiy nazorat bo'lishi kerak. Nazorat bo'lmagandan keyin har bitta istalgan shaxsda bu yerda korrupsion holat bor degan tushuncha paydo bo'ladi-da. Biz mana Farg'ona bilan bog'liq holatda juda yaxshi keltirib o'tdilar. Munosabat berishgan bizga. Biz inkubatorni ko'paytiramiz chumchuqni deyishganda, lekin bir mana ornitologlarimiz bergan ma'lumotga ko'ra tumshug'i bilan bolasini boqadigan qushlarni inkubatorda ko'paytirib bo'lmaydi. Chumchuqlar tabiiyki o'sha bolasini tumshug'i bilan oziqlantiradi. To'g'rimi? Haqiqatdan mantiqan o'ylab qarasangiz, ular bu narsani qanday qilib inkubatorda ko'paytirishayotganini bizga masalan ochinglar, aniqlanglar, uni sir tutadigan joyi yo'q. Inkubator bo'lsa, qanaqandir zamonaviy texnologiyasi bo'lsa, marhamat ko'rsatsin degan holatimizda ham isbotlab berisha olmagan. Ayrim holatlarda o'zi ko'paytiryapti, ochiq tabiatda ushlamayapti degan misollar bilan ham bu murojaatlarni yopib yuborishga urinish holatlari uchrab turadi bizda. Yoki bexilmahalikda yana qo'shib chaqib ketay, echkemardni olaylik. Echkemar Qizil kitobga kiritilgan hayvon va jarimasi ham juda ham katta. Adashmasam o'tgan yili 33 million debdi echkemarni tutish, unday saqlash, o'ldirishsa undan ham ko'proq jarima belgilanardi. Lekin bizani xalqimizda shunaqa miflar bor, yana stereotip qarashlar bor. Echkemarni go'shti saratonga davo degan ma'noda. Echkemarni go'shtidan, zaharli ilonlarimizni go'shti saratonga davo degan tushuncha bor, lekin buni allaqachon o'sha mutaxassislar bilan gaplashganimizda, bu bo'yicha material ham qilganimizda hech qanaqa davo emasligini onkologlarimiz ham aytgandi. Hali hech kim echkemar go'shti yoki ilon go'shtini yeb tuzalib ketmagan onkologik kasalliklardan-da. Lekin uni qora bozori bor. Ya'ni juda ham ko'p ijtimoiy tarmoqlarda chiqadi, ochiqdan ochiq o'sha echkemar go'shtini yoki ilon go'shtini pishirib sotayotganlar bor. Ochiqdan ochiq Farg'onada bor, masalan, o'sha Yozyovon tumanida borligini aniq bilaman. Necha marta murojaat qildik, biz hech narsa qila olmayapmiz deydi. Nima uchun hech narsa qila olmaydi? Ekologiya misol uchun-da, men tushunmayman-da, hech narsa qila olmaymiz degan narsani o'zim tushunmayman. Qonun doirasida borib ushlab aniqlash qiyin emas, hamma o'sha yerga boradi. Ushlab, masalan, qanaqadir qat'iy jarimaga tortib va nazoratini amalga oshirish kerak-da bu narsani. Afsuski, mana shu keyinchalik nazorat yo'qligi va ijtimoiy tarmoqlarda hamma narsani savdosi ketyapti-da. Ijtimoiy tarmoqlarni doimo kuzatib borish qiyin emas hozir. Biz ko'pincha mana shu nodavlat tashkilot sifatida, ya'ni fuqarolik jamiyatining vakili sifatida aynan shu tabiatimizni asrashga, shu davlat organlariga yordam berishda vazifamiz. Ko'ngillilik asosida kimligigacha topib beryapmiz-da. O'zimizda nimalarimiz bilan IT nimalar orqali kimligigacha topib beryapmiz. Shunda ham aksariyat holatda o'shalar jazosiz qolgan nimalari ham bo'lyapti, holatlari ham bo'lyapti. To'g'risini aytsam, bu gaplarni eshitib ko'zlarimga даже yosh keldi. Hattoki ko'zlarim namlandi. Juda ham achinarli faktlar haqida hozir aytdinglar. Haqiqatan jamoatchilik ovozi eshitilishi kerak deb o'ylayman. Nahotki vijdonni narxi shunchalik arzon bo'lsa, o'ylab qaranglar. Bu yerda faqatgina mutaxassislar emas, men faqatgina masalan ekologiyani ayblamoqchi emasman. Bu yerda eng avvalo jamoatchilik nazorati o'rnatilishi kerak-da. Nima uchun masalan Yevropada bu qat'iy ravishda, nima uchun masalan o'zimizga qadriyatlari yaqin bo'lgan Koreyada, Yaponiyadachi qat'iy ravishda bu amalga oshiriladi. Nazorati ham, jarimaga tortilishi ham, chunki yerda jamoatchilik nazorati kuchli-da. Odamlar o'zi ekologik ong'i rivojlanganligi uchun ertaga farzandlarga, kelgusi avlodga tabiat qolishi uchun ham hozirdan harakat qilishadi. Bizada faqat iste'molchi, bizada faqat o'zim bo'lsam, o'zim yesam yoki shundan qanaqadir tabiatdan tortib olib daromad ko'rsam, o'zini ko'paytirib qo'ymaydi-ku, faqat tabiatdan olib daromad ko'ryapti-da. Qilsam degan narsa bor-da. Menimcha shu millatimizda ozgina ekologik vijdon uyg'onmasa, bu ekologik korrupsiyani yengishimiz anchagina qiyin bo'ladi. Juda ham dolzarb mavzuni ko'tardingiz, haqiqatan. Chunki biz
tabiatni kelajak avloddan qarzga olganimizni unutmasligimiz kerak. Xuddi shu tabiatda, xuddi shu atrof muhitda sizni ham bolalaringiz yashaydi. Shuni unutmasligimiz kerak. Islom Nortashevich, sizga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Bular hozir bioxilma-xillik haqida juda to'xtalishdi. Endi daraxtlar masalasiga to'xtalmoqchiman. Bilamiz, mamlakatimizda 2019-yildan beri daraxtlarni noqonuniy kesilishiga moratoriy e'lon qilingan, lekin shunga qaramasdan minglab daraxtlar har kuni kesilyapti. Bu sohada ham, mana shu daraxtlar kesilishda ham ekokorrupsiya kuzatiladimi? Daraxtlarni kesilishi qanaqa ijtimoiy va ekologik muammolarni keltirib chiqaryapti? Shular haqida bizga batafsil ma'lumot bera olasizmi? Rahmat. Avvalambor Nargisxonga va Feruzajonlarga o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchimanki, qaysiki mana shu Ekologuz, mana shu men mana fuqarolik jamiyati institutini bir vakili sifatida demak sobiq. Qolaversa bugungi kunda mana shu vakolatli davlat organining vakili sifatida aytishim kerakki, mana shu Nargisxon boshchiligidagi Ekolog.uz kanali bugungi kunda mana haqiqatan ham ekojurnalistikani mamlakatimizda rivojlantirishda o'zlarining katta hissalarini qo'shib bormoqda. Endi qolaversa mana shu mavzuga qaytadigan bo'lsak, mana suhbatdoshlarimni gaplarini tingladim va qolaversa haqiqatdan ham bu yerda bu mana shu tabiiy resurslar, ayniqsa mana shu yuqorida ta'kidlab o'tilgan bioxilma-xillik resurslarni saqlashda mana ro'y berayotgan ekologik huquqbuzarliklar, ya'ni brakonyerlik faoliyatini ochib berdilar. Mana brakonyerlikni davlat qanday tartibga oladi? Bo'yicha huquqbuzarliklar. Brakonyerlik bu huquqbuzarlik turi. Ana shu turni keskin chora ko'rish uchun bugungi kunda qanday ishlar amalga oshirilyapti? Qisqacha tushuntirmoqchiman. Bu xalqaro amaliyot bugungi kunda mamlakatimizda joriy etilyapti. Qaysiki mana yaqin kunlarda prezidentimizni farmoni bilan qabul qilingan davlat inspektorlarini endi maqomini yuqori darajaga olib chiqish. Ya'ni yakka politsiya vakolatini beryaptiki, qaysiki bu mana shu brakonyerlikni keskin chorasini olishga imkoniyat yaratadigan bir tizim. Mana birgina misol keltiraman. Mana yuqorida Toshoqa misol birgina. Mana O'zbekistonda biz chetda keladigan noyob qushlar ham albatta u xalqaro O'zbekiston qizil kitobiga kiritilmagan taqdirda u xalqaro qizil kitobga kiritilgan. Mana Nargisxon biladi, mana o'tgan yili Samarqand shahrida demak xalqaro hayvonlarni, o'simliklarni xalqaro savdosi bo'yicha konvensiyaning 20-kop yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mana shunda ishtirok etdik. Demak, bu tizimda qanday amalga oshadi? Har bir region, dunyo mamlakatlarining har bir regionida mavjud bo'lgan hayvonlarning kvotasi belgilanadi. Savdo uchun. Siz aytayotgan mana timsoh keladimi? Yoki noyob demak tropik hayvon keladimi, o'simlik keladimi? O'sha kvota asosida demak bojxonalarda belgilangan. Qancha soni demak kirib kelishi yoki chiqib ketishi. Ana shunday tartibda butun dunyo hayvonlarni tartibga solgan. Shu sababli ham bugungi kunda mana shu tizim mexanizm mana shu bojxonalarimizda ishlasa, bu o'zini demak samarasini beradi. Ya'ni korrupsion holatlarni aniqlaydi. Bu albatta raqamlashtirilgan. Bugungi kunda Nargisxon aytgandek hamma joy va bu jarayon davom etishi kerak. Mana shunday raqamlashtirish albatta mana shunday korrupsion holatlarni oldini olishga xizmat qiladi. Qolaversa, siz endi savolingizga to'g'ridan to'g'ri o'tmoqchiman. Demak, yashil demak mana shu maydonlarni keskin qisqarishi prezidentimiz tomonidan demak e'lon qilingan monitoring qoidalariga amal qilmasligi haqida to'xtaladigan bo'lsak, haqiqatan ham keyingi yillarda monitoring e'lon qilinishdan qat'iy nazar daraxt kesish holatlari salbiy holatlar. Bu ham brakonyerlikning bir turi. Demak, noqonuniy daraxt kesishlari demak to'xtamayapti. Biz tahlillarni olib boradigan bo'lsak, bu asosan oddiy fuqarolar tomonidan emas. Chunki hozir fuqaro biladi, deyarli fuqarolar biladi, noqonuniy daraxt kesish katta jarimalarga sabab bo'lishini. Asosan buni keltirgan sabablar bugun qurilish mamlakat bugun hamma hududlari qurilish maydoniga aylandi. Qurilish joylarida daraxtlar mavjud. Mana shu qurilish tashkilotlari, ya'ni tadbirkorlik subyektlari tomonidan ko'proq mana shu huquqbuzarliklar daraxt kesish bo'yicha tadbirkorlik subyektlari tomonidan aniqlanayotganligi achinarli hol. Ommaviy daraxt ularga tegishli. Fuqaro kesadigan bo'lsa,
bitta ikkita daraxt kesishi mumkin. Lekin qurilish maydonlarida aksariyat siz aytayotgandek ko'proq daraxtlar kesilishiga sabab bo'lyapti. Endi biz sababi demak buni oqibatlari bilan emas, buni sabab bilan kurashishimiz kerak. Hukumat ham buni sababini demak oldini olish uchun endi ekologik qonunchilikni rivojlantirish, ya'ni birgina mana o'zim faoliyat olib bugungi kunda faoliyat olib boradigan davlat ekologik ekspertizasi faoliyatini ko'radigan bo'lsak, bu demak mana qurilish jarayonlarida har qanday faoliyat oldidan boshlanishidan tortib to uni faoliyat davomida ham demak ekologik nazorat mexanizmi bor, ya'ni xulosa beradi. Qurilishdan oldin men masalan bir loyihani amalga oshirmoqchi bo'lgan bo'lsam, u oqibatlari qanday bo'lishini oldindan bilish uchun men davlat ekologik ekspertiza xulosasini beraman o'sha tashkilotga. Demak, berilgandan keyin o'sha talablar qo'yiladi. Joy aniqlanadi, o'sha joyda daraxt bormi yo'qmi, ana shuni aniqlab keyin xulosa berish kerak. Nargisxon to'g'ri aytyapti, korrupsion holat o'sha joyda vujudga keladi. Mana shu daraxt bormi yo'qmi, o'shani aniqlash va unga xulosa berish jarayonida. Mana shu bizning ekolog ekspertlarimiz demak o'sha joyga daraxt bo'la turib beradigan bo'lsa, u korrupsion holat deb baholanadi. Va unga nisbatan bugun ma'muriy javobgarlik to'g'risida Jinoyat kodeksida mana shu javobgarlik, katta javobgarliklar belgilangan. Endi buni nima qilishimiz kerak? Buni albatta endi yana raqamlashtirishimiz kerak. Bugun biz mana shu yangi ekologik ekspertiza faoliyatini qonunchiligini xalqaro talablar darajasida olib bordik va bugungi kunda hattoki kosmik bugun mamlakatimizda kosmik tadqiqotlar agentligi demak bugungi kunda raqamlashtirish demak agentligi alohida faoliyat olib boradi. Shular bilan integratsiya qilish jarayonida demak biz to'g'ridan to'g'ri o'sha joyni nafaqat o'sha demak yuqoridan turib daraxtni demak yoshini, hattoki uni navini, turini hamda uni bemalol turib demak uni hajmini ham biologik xususiyatlarini ham aniqlash mumkin va unga xulosaga o'shani ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda mana shu siz aytayotgandek yashil makon mana bugun umummilliy harakat amalga oshirilyapti. Agar yodingizda bo'lsa, bundan 5 yil oldin demak har yili 200 million daraxt ekishimiz kerak edi va uni ichimlik demak suv sug'orish tizimi bilan yaratishimiz kerak. Buni hech kim nazoratdan olmagan. Yildan yilga bu tizim rivojlanib boryaptiki, mana bugun inspektorlarimizda har birida mana shunday planshetlar mavjud. Ya'ni men bugun daraxt ekdim, men tashkilotman yoki boshqa bir aksiya orqali daraxt ekdim. Har bir daraxtni, ekilgan daraxtni biz ro'yxatga olamiz va planshetga kiritamiz. Ya'ni bugun shunday topshiriq ketganki, har bir daraxtni pasportdan yuritish. Bugun mamlakatda shunday ishlar amalga oshirilyapti. Bu albatta oson jarayon emas. Bizda bugun 208 ming tuman bo'ladigan bo'lsa, mana birgina Mo'ynoq shahrini olaylik yoki Xorazmni bironta bir chekka qishloqni olaylik, ularda haqiqatan ham demak aloqa bo'lmasligi mumkin. Lekin bugun mamlakat mana shu raqamlashtirish siyosatini olib boryapti-ku, bu hech kim demak korrupsiyaniga berilmaydigan darajada mana shu raqamlashtirish siyosati amalga oshirilyapti. Birgina bir ekspertiza sohasida ham bizni mana bugun mana shu xulosalarni oldinlari qo'lda berardi. Tadbirkorlik subyekti demak loyihani tayyorlaydi, demak bizni ekspertizaga qo'lda berardi va davlat ekologik eksperti demak buni yuzma-yuz gaplashib, demak buni o'rtada qandaydir korrupsion holatlar vujudga kelishi mumkin edi. Bugun ochiqdan ochiq demak arizalar, ya'ni loyihalar elektron ravishda taqdim etiladi va ekspert tomonidan ko'rib chiqilgandan keyin uning javobi ham elektron ravishda javobi demak tadbirkorlik subyektiga taqdim etiladi. Bu yerda inson omili ishtirok etmaydi. Shaffoflik ta'minlangan. Shaffoflik ta'minlangan va eng asosiy ekspertiza xulosalarini tayyorlash jarayonini mana shu tadbirkorlik subyekti demak elektron ravishda kuzatib turish imkoniyatiga ega bo'ladi. Islom aka, shu gapingizga bittagina misol keltirmoqchi edim. Ekolog o'zida o'tgan 2 haftami
3 hafta oldin bergan edik bu narsani. Qashqadaryo viloyatini Yakkabog' tumanida qanday korrupsion holat bo'lgan? 20 gektardan ortiq maydonga 2000 dan ortiq ko'chat ekilgan. Ko'chat ekilganda 3 soatdan keyin hammasi sug'urib olib ketilgan. Sug'urib olib ketilganda, lekin nimaga ko'chat ekildi deb kiritilgan. Reyestrga kiritilgan. Bu nima uchun bunaqa holat bo'lgan? Ya'ni hujjatda bor, amalda yo'q. Chunki o'sha joyda o'sha guvohi bo'lgan nimalarni aytishicha, o'sha Bog' tuman ekologiya boshlig'i kalitini berib qo'ygan ekanda, imzosi bor-ku, elektron imzosini berib qo'yib, ya'ni o'zi ishtirok etmagan holda shu korrupsion holat amalga oshirilgan. Nima uchun sug'urib ketilganligi? Chunki o'sha ko'chatlarni pul pul to'lanmagan, pul o'tkazilmaganligi uchun nima qilinyapti-da. Va buni hali ham yo'q-yo'q qilishyapti-da. Buni o'sha oxirigacha surishtiruv olib borilmayapti-da bu narsada. Bu juda ham katta uyatda bunday olib qaraganda-da. Qancha mehnat sarflandi u yerda, qancha odam ishtirok etdi-da. U ommaviy axborot vositalari chaqirilgan. Shunday ommaviy axborot vositalari ketgandan keyin, ya'ni o'sha ko'chatni ushlab rasmga tushish odat-ku bizada. O'shani tushgandan keyin hammasi sug'orib qaytarib olib ketilganda. Albatta. Bunda ham mana shu ochiq korrupsion holatni ko'rish mumkin. Yana birgina misol uchun mana yaqinda chiqdi kuni kecha. Hozir bizlarni ko'rib turgan tomoshabinlarimiz o'ylashi mumkin, daraxtlarning kesilishida korrupsiya qanday yuzaga keladi debdi. Demak, bu yerda mana bir misol bilan tushuntiraman. Surxondaryo viloyatini bitta tumanida yaqinda korrupsion holat yo'lga qo'yildi. 22 tub daraxt kesilgan MTJ tomonidan o'sha qurilish jarayonlarida va buni bosti qilish uchun tuman inspektori $500 pul talab qilgan. MTJdan. Mana ekologik korrupsiya holati bu o'sha tezkor huquq-tartibot organlari tomonidan tezkorlik bilan oldin ushlangan inspektor voqea joyida dalillari bilan albatta o'sha pul taqdim qilinayotgan paytda va u inkor etgan, lekin baribir o'sha isbotlab berilgan shu jarayonlar. Hozir o'sha tergov jarayonlari olib borilayotganligi uchun aynan fuqaroning ismi-sharifi va u o'sha faoliyat yuritgan tuman to'g'risidagi ma'lumotlar men o'qimadim, balki shu tergov jarayonlari bo'layotganligi uchun dedim, lekin mana shu holatda mana birgina haligacha tizimda korrupsiya holatlari borligini ko'rsatadi. Daraxt kesgan, bosti qilish uchun $560 pora so'radi. Endi to'g'ri, hali guruch ko'rmoqchi bo'lmaydi deganda har bir sohada shunday nopok xodimlar bo'lishi mumkin. Buni inkor qilib bo'lmaydi albatta. Lekin buni oldini olish choralari bormi degan savolga bugun haqiqatan ham ekologiya vazirligi qo'mitasi, bugun milliy maqom huquqiga ega bo'lgan qo'mita bu borada ham qat'iy choralarni ko'rmoqdaki, qaysiki avvalambor prezidentimiz bizga mana shu mahalliy ayrim vaqt shunday voqealar bo'ladiki, Nargisxon, demak bugungacha bo'lgan voqelikda inspektor o'sha tumanni demak ham hokimiga bo'ysunuvchi bir organ sifatida faoliyat olib borgan. Hokim nima desa, o'shani bajargan. Ya'ni daraxt kesilsa, mana bugun ochiq aytish kerakki, bugun daraxtni kesishga ruxsat berishga majbur bo'lgan. Moratoriy bo'lishidan qat'iy nazar, ayrim infrastruktura jarayonlarida daraxtlar kesilishga majbur bo'linadi-da. Ana shunda yoki ko'chirib o'tkazishga. Ana shunda jarayonda hokim bunga topshiriq berish holatlari ham aniqlangandi. Bugun o'sha masalalarni demak oldini olish maqsadida ham biz endi to'g'ridan to'g'ri mahalliy hokimiyatga emas, ya'ni vazirlar mahkamasiga emas, biz endi to'g'ridan to'g'ri prezident administratsiyasiga bo'ysunuvchi, hisobdor bo'lgan vakolatli organga aylandik. Bu katta vakolat. Endi bu mana shunday brakonyerlik holati yoki korrupsion holatlarga demak keskin qarshi kurashga bu katta imkoniyat. Qolaversa, inspektorni endi to'g'ri korrupsion holat qachon kelib chiqadi? Korrupsion holat qachonki o'sha mas'ul xodimni ijtimoiy iqtisodiy hayotidan, ya'ni ish haqqi agar kam bo'ladigan bo'lsa, bu mana birgina Mo'ynoq misolida aytaylik. Mo'ynoq 1 million gektar yerdan bor, kamida 1 million gektar yer. U yerda bor yo'q 3 ta inspektorimiz bor. 3 ta inspektor 1 million gektar yerni inspeksiya qilish uchun qancha yoqadi. Bu chetidan mana Nukus shahridan Mo'ynoq shahrining markazidan tortib, uni sudochi demak hududi qaraydi, obyektlar qaraydi, to Ustir platosi qaraydi. Ungacha borib kelishga qancha yoqilg'i kerak? U yoqilg'i deyarli
transport bilan hozir moddiy texnika baza rivojlanmagan. Mana endi prezident farmoni bilan har biriga transport olib berilyapti, boshqa berilyapti. Eng asosiy mana shu jarimani ma'lum bir qismi 15%gacha qismi demak moddiy rag'batlantirish sifatida mana shu inspektorni rag'batlantirilishi, ekopolitsiya xodimini rag'batlantirishi buni mana shu korrupsiyani avvalambor oldini olishga xizmat qiladi. U demak cho'ntagidan xarajat qilmaydi. Oladigan oyligini agar kichik bo'ladigan bo'lsa, albatta u korrupsiya holatlarga moyilligi ko'payadi, risk ko'payadi, xavf ko'payadi va shuning uchun ham bugun mana shu mexanizm joriy etilyaptiki, qaysiki bugun bir inspektor milliardlab jarima solishga sabab bo'lyapti. Qani o'shani hech bo'lmasa 10%ni olganda u hech narsa korrupsiyaga berilmaydi. Har qanday barakani yeriga keskin demak chora ko'radi va bemalol mana shu yorug' yo'l bilan mana jamiyatda o'zini faoliyatini olib boradi. Mana shu mexanizmlarni joriy etilishi albatta bugun shu mavzuda ko'tarilgan ekologik korrupsiya holatlarini keskin choralarni olishga demak imkoniyat yaratadi deb o'ylayman. Keyin yana bir narsada o'ylashingiz mumkin, mana hozir shuncha ma'lumot oldingizda, bu siz uchun yangilik bo'ldi. Biz mana hududlarda bo'lib qaytdik, ustoz bilan birgalikda o'sha hududlarda jurnalist, blogerlar va nodavlat nojo'ra tashkilotlar xodimlari uchun treninglar o'tdik. Aksariyat jurnalistlarimiz uchun bu mavzu yangilik bo'ldi va hozir mana prezidentimiz yildan yilga korrupsiyaga qarshi kurash borasida juda ham ko'p qarorlarni qabul qilyaptilar. Bu masalaga jiddiy e'tibor qaratyaptilar. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasida aynan korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi bor va bu bo'limni har bitta hududlarda ham hududiy bo'limlari bor. Biz o'sha jurnalist va blogerlar, nodavlat nojo'ra tashkilot xodimlari bilan o'tkazilgan treninglarimizda aynan bu ekologik korrupsiya bilan kurashayotgan mutaxassislarni ham ekspert sifatida taklif qildik, chunki biz ochiq maydon yaratib berishimiz kerak edi jurnalist va blogerlarimiz uchun. Bu juda ham ularga qiziq bo'ldi. Aksariyat savollarga javob olishdi va o'zim ham bir ikkita ma'lumotlarga ega bo'ldim. Aynan hududiy boshqarmalar tomonidan har oyda o'sha inspektorlarga anonim qo'ng'iroqlar, anonim konvertlar, o'sha ichiga pul solib, salon ustiga qo'yib ketish holatlarida va o'sha turli xil sinov yo'llari orqali ularni sinashar ekan yoki anonim murojaatchi o'sha jonli ravishda keladi-da, men mana shu hududda yashayman, mana shu daraxt kesmoqchiman, pul bermoqchiman o'rniga sizga deb, mana shu fuqarolarni yollab, inspektorlarni har oy sinovlardan o'tkazib turishar ekan. Keyin men savol berdim, xo'p, inspektorlarni o'tkazasizlar, lekin viloyat ekologiya boshqarmalari boshliqlarini-chi deganimda, ular aytishdiki, u endi ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasini bo'limi tomonidan ham biz endi rahbariyatga nisbatan bunaqa sinovlar o'tkaza olmaymiz, chunki uni belgilangan normativlari bor. Xuddi shunday. Aynan rahbariyatda so'roqlash kerak. Aynan rahbariyatga ham shu narsa qo'llaniladimi deganimda, ular aytishdiki, yo'q, bu uje qo'mitadagi bo'lim bizdan yuqori turuvchi organimiz tomonidan amalga oshiriladi, lekin bu albatta boshqarma boshliqlariga nisbatan ham qo'llaniladi deyishdi. Bu o'zim uchun ham misol uchun yangilik bo'ldi. Haqiqatdan mana shunaqa qo'ng'iroqlar qilib, ularni sinashlari, keyin men o'sha muloqot tugagandan keyin ayrim hududlarning inspektorlari bilan bog'langanimda, ha, bizga bo'lib turadi shunaqa, lekin biz xuddi mana Islom aka aytganlaridek uruch ko'rmas bo'lmaydi. Yaxshisi ham bor, yomoni ham bor albatta. Yaxshilari shu biz inkor etamiz, biz qarshimiz bunaqa narsaga deb kurashadigan inspektorlarimiz ham bor atrof muhitni saqlab qolish uchun. Ekologik inspektorlarni vijdonan toza ishlashi bu ularni ekologik ongiga bog'liq shekilli. Ustoz aytganlaridek, ekologik ong paka mavjud bo'lmaydi. Ekologik vijdoniga bog'liq. Ekologik vijdon va ekologik ong bo'lmas ekan. Ekologik vijdon, ekologik ong bo'lmas ekan, odamda u ekspert bo'lib ishlaydimi, mutaxassismi shu sohada, baribir sohasini yaxshi ko'rmasa, shu korrupsiyaga qo'l uradi. Baribir qo'l uradi. Bu uchun odam birinchi o'rinda o'zi atrof muhitni himoya qilishni yaxshi ko'rish kerak ekan. Men shunaqa xulosa qilyapman hozir. To'g'ri. Yana bir bor mana shu korrupsiyani holatlarini oldini olish bo'yicha shu mavzu ko'tarilyaptiki, qaysi-ku muhokama qilinyapti-ku. Hali bitiyor aprelya сознание deydi. Insonni ongini o'sha maishiy hayot belgilab beradi. Insonni ongini maishiy hayoti belgilab beradi-da. Yana bir o'sha mavzuga qaytaman. Bu balki meni shaxsiy fikrim bo'lishi mumkin. Inson o'ziga to'q bo'lmasa, ongi ham rivojlanmaydi. Hali inson har tomonlama ma'naviymi, moddiymi, demak inson bu so'zning ma'nosi, demak inson
moddiy tomondan boy bo'lsa, ma'naviy boyligini yanada oshiradi. Shunday ekan, to'g'ri, jamiyatda mana shunday holatlarni olg'a chiqib, mana Yevropa davlatlarini ko'raylikda. Biz aytyapmiz, oddiy mana shu yozuvchi yozadi-da, bir adibimiz bir asarda yozib beradiki, qaysi chetda dam olyapmiz, ikkita o'rtoq bilan tabiatni kuzatib turibmiz. Bir chiroyli qush patini yoyib, go'zal bo'lib turganda shu hamrohim savol beryapti. Bu demak qushni go'shti shirin bo'lsa kerak degan savolni berganda men nogohan shu bir adibni so'zi yodimga tushdiki, qaysi men tabiatdan deydi, gulni deydi uzib oldim deydi, u qo'lim u so'lib qoldi deydi. Bir qushni oldim deydi, qo'limda deydi kapalakni ushladim deydi, qo'limda jon berdi deydi. Bu tabiatni deydi biz deydi zavqlanishimiz kerak tabiatdan. Undan foydalanishimiz deydi. Undan faqat zavqlanishimiz kerak deydi. Shuning uchun ham bugun mana shu mexanizmda, mana shu g'oyada biz brakonyerlikka, biz korrupsiyaga holatlarga demak kurashishimiz kerakki, qaysiki bu eng avvalambor ekojurnalistika. Mana shunday ko'rsatuvlarni biz ko'paytirsak, ekojurnalistika mana bir vaqtlar mana konkurslar bo'lardi. Mana shuni yanada ko'p Nargisxon uni yanada rivojlantirsak jamiyatda va fuqarolarni mana shu biz orqali, mana shunday ko'rsatuvlarimiz orqali o'zlarining huquqiy madaniyatini oshiradigan bo'lsa, biz albatta mana shu brakonyerlikka qarshi kurashamiz. Qishloqda faoliyat olib demak yugurib yurgan yosh yigitga bolalarga aytadi. Mana o'zimiz hammamiz ham qishloqdan chiqqanmiz. Mana Toshloqqa misolida aytayapman-da. Bugungi kunda mana shu tabiiy resurslar, ayniqsa biologik resurslarning savdosi shunchalik avj oldiki, birgina O'zbekistonni siz aytayotgan kichkinagina bir yoshgina toshloqqa bugungi kunda Yevropa bozorlarida kamida $100 turadi. Bu yosh ko'chada mana bahor fasli boshlanyapti. Ertandan ommaviy bu brakonyerlik holatlari demak avj oladi. Ya'ni bir tadbirkor keladida, mana shu toshloq bolalarni standart, u katta toshloq olmaydi. Bu kichik bolalarni bir xil standartdagini oladida, uni samolyot orqali yuklaydi va siz aytayotgandek boshqa Yevropa davlatlariga buni iste'mol uchun emas, bu qaysi ma'noda savdosi uchun. Mana zoomagazinlar bor, zooparklar bor. O'shanda demak demak ulgurji savdosini tashkil qiladi bular. Mana shu holatlarda bu ham albatta brakonyerlik hamda korrupsion holatlar demak uchraydi. Mana shu jarayonlarda mana shuni bolalarimiz uchun mana shu ishlarni noqonuniy amalga oshirma, barakat topkir degandek mana shunday ko'rsatuvlarni albatta ko'paytirishimiz kerak. Rahmat fikringiz uchun. Hurmatli mutaxassislarimiz, yana bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Moratoriy faqat daraxtlar kesilishiga emas, biz bilamizki 2024-yil 1-maydan O'zbekiston hududidagi daryolardan qum va shag'allarni noqonuniy ravishda olib ketish taqiqlangan, moratoriy e'lon qilingan bunga. Lekin bu mavzuda ham biz korrupsiya holatlarini ko'p kuzatganmiz. Buning iqtisodiy oqibatlari va insonlarga qanaqa ta'siri borligini, daryolar qanaqa aziyat chekayotganligi haqida savol bilan murojaat qilmoqchiman sizlarga. Men boshlab bersam, shu narsani bizda 7 ta daryoga moratoriy o'rnatilgan. Bu eng yirik daryolarimiz va deyarli hammasi transchegaraviy daryolar hisoblanadi. Buni oqibatlari juda ham ayanchli. Chunki daryolardan noqonuniy qum shag'al qazib olinishi birinchidan suv sathini pasayishiga olib keladi. Ikkinchidan o'sha joyda yashayotgan barcha jonivorlar, bitta baliqlar emas, boshqa suv jonivorlari, shuningdek o'sha daraxtlar, daryolarni chetida o'sayotgan butalar bo'ladimi, daraxtlar bo'ladimi, o'shalarning qurishiga olib keladi. Bu aholiga ham iqtisodiy zarar, chunki daryolar chetida yashayotgan aholi punktlaridan juda ham ko'p murojaat kelib tushadi. Bizda deyarli 60% ortiq odam artezan quduqlardan suv ichadi, ya'ni markazlashmagan vodoprovod bormaganda markazlashgan vodoprovod. Artezan quduqlardan suv ichadi, daryo suvlarini sathini pasayishi, demak o'sha quduqlardan suv chiqmay qolishiga olib keladi. Ya'ni suvsizlik muammosini kuchayishiga, suv tanqisligi muammosini kuchayishiga olib keladi. Va eng yomoni
bu qo'yilganiga qaramasdan buni oddiygina odam qilmaydi. Savol berilishi mumkin, nima uchun qumshag'al qazib olinadi? Hamma joyda hozir qurilishlar ketyapti. Hamma butun respublikamiz bo'yicha qurilishlar avj olgan va albatta ularga o'sha shag'al kerak, qum kerak va hokazolar kerakda. Daryoda tayyor tabiat tomonidan maydalab qo'yilgan. Aslida bu borada Yevropa va boshqa rivojlangan davlatlarni tajribasini o'rganib chiqqandik. O'sha tajribasini o'rganganida ularda qanday qilinadi? Umuman daryoga tegish mumkin emas. U yerda hatto daryoni qirg'og'ini bitta toshchasini ham olish Shunaqa. juda ham katta jinoyat hisoblanadi. Shunaqa. Ularda ham qurilish bo'lyapti. Qayerdan olinadi deganda, o'sha mutasaddi tashkilotlar bilan, o'sha geologiya va hokazolar bilan kelishilgan holda, xilma-xillik kam bo'lgan joyda u hammasi tekshiriladi, ekspertizadan o'tkaziladi. Yerda masalan Qizil kitobga kiritilgan o'simlik yoki jonivor yo'qmi va hokazoda tog'li joydan o'sha karyer belgilanadi, tadbirkorlarga ruxsat beriladi. Hamma tekshiruv o'tgandan keyin ular u yerdan olgandan keyin o'zlari o'sha bilmayman bir joyga olib borib o'sha maydalabda, drobilka nima orqali maydalab, tozalab, yuvib, keyin sotishadi qurilishlarga-da. Bizada tayyor bir narsani tabiat qilib beryapti-da. Tayyor shu tabiatdan olish osonroq hisoblanyapti va mana birgina misol Zarafshon daryosini oladigan bo'lsak, Zarafshon daryosini bo'yida Samarqand viloyatida Zarafshon milliy tabiat bog'i bor. U O'zbekistonning o'pkasi hisoblanadi bunday olib qaraganda. Afsuski, mana shu Zarafshon daryosidan moratoriy qo'yilganiga qaramasdan ochiqdan ochiq boshqa joylarda kechasi qazib olinsa-chi, bizada faktlar bor, kunduzi erta qazib olingan holatlar ham ko'pda. Qazib olinyapti, natijada daraxtlar qurib ketyapti. Zarafshon milliy tabiat bog'idagi daraxtlar qurib ketyapti. Drondagi videolari ham bor menda. O'sha tepadan qaraganda qurib ketyapti, chunki o'sha milliy tabiat bog'ini xodimlari ham shu dod debdi-da, yig'lamoqdan beri bo'lishyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, yoki masalan Amudaryoni oladigan bo'lsak, Amudaryo o'zini eski nomi Jayhun bo'lgan, ya'ni boshqarib bo'lmaydigan daryo degan ma'noni berilganda, hozir u daryoga qarab odam yig'lagisi keladi. Endi bittagina qumshag'al qazib olinishidan tashqari ham boshqa omillar ham bor, daryoning suvini pasayib ketishiga-da. Iqlim o'zgarishi bor, bu yerda Afg'onistondagi o'sha Qo'shtepa kanali bor va qurilishi bor va hokazolar. Lekin u yerdan ham shu qumshag'al qazib olinishi natijasida Amudaryo biorezervati bor. U yerda Qizil kitobga kiritilgan bizning faxrimiz bo'lgan o'sha Xongul bor. Xongul kiyigi bor va boshqa juda ham ko'p Qizil kitobga kiritilgan hasharotlargacha o'sha yerda istiqomat qiladi. Ammo daryo suvini pasayib ketishi natijasida-chi, u yerga suv yetib bormayapti. Ya'ni o'sha jonivorlar yeydigan daraxtlar, nimalar, o'simliklar qurib ketyapti. Qurib ketyapti-da va bilishimcha haligacha 5 yil bo'ldi, adashmasam haligacha nasos o'rnatamiz deb o'sha suvni tortib chiqarib sug'orish uchun o'sha biorezervat haligacha u nasos ham o'rnatilmaganda. Nima uchun mana shu holatlar yuzaga kelyapti? Hammasi biz mana shu noqonuniy ravishda qumshag'al qazib olinishi natijasida va bu yerda litsenziya masalalari ham katta rol o'ynaydi, to'g'rimi Islom aka? Albatta, bu yerda haqiqatan ham juda og'irlik masalani ko'tardingiz savol bilan. Qumshag'al masalasi. Nargiza to'g'ri aytyapti, bugun mamlakatimiz qurilish industriyasiga aylandi. Ya'ni bu bilan qumshag'alga bo'lgan talab, ehtiyoj har kungidan oshdi. Va shunday ekan, bu jarayonda endi haqiqatan ham ayrim joylarda mana Chirchiq daryosini ko'ramizmi yoki yuqorida ta'kidlab o'tilgan 7 daryoni ham aholi bugungi kunda o'ta ayanchli holga keltirib qoldi. Mana birgina Chirchiq daryosini ko'raylik. Hani bundan 40 yil oldin agar Toshkent shahriga kelgan bo'lsam, Chirchiq daryoda bo'lgan bo'lsam, To'qayzor edi. Qamishzor edi. Daryoni u yoqdan bu yoqqa umuman o'tib bo'ladigan, ko'rinmaydigan darajada edi. Bugungi kunda daryo umuman demak shunchalik kengayib ketdiki, o'zani hattoki bu fermer xo'jaliklarini mana qishloq xo'jaligi yerlari ham unga qo'shilib, demak yuqori qismi tuproq olinib tashlanadi, fermerning yeri. Qolgan qumshag'al qismi demak brakonyerlik holati jarayonlarida mana shu qumshag'al materiallar olib ketyapti va daryo o'zani avvalambor kengayib boryapti. Nargizxon aytayotgandek. Eng achinarlisi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni qisqarishga olib kelyapti. Bizga bugun bu narsa birinchi o'rinda demak bu bilan oziq-ovqat xavfsizligimizga demak xavf solyapti. Birinchidan. Qolaversa, daryo o'zanlarida mana shu noqonuniy qumshag'al olinishi tabiiy ravishda uning biogomasini avvalambor yo'qolishiga
Biohumus nima? Biohumus bu mana shu o'simlik, hayvonot o'simlik uchun o'sadigan muhim bir tuproq qatlami. U ketib qoldimi, bitta biohumus hosil bo'lish uchun Nargisxon qancha vaqt kerak? Asrlar vaqt Asrlar kerak. kerak. Asrlar davomida biohumus hosil bo'ladi va o'simlik o'sha yerda o'sadi. Qamish o'sadimi, demak boshqa o'simlik o'sadimi? O'simlik bo'lmagan joyda hayvonot dunyosi ham, qushlar ham bo'lmaydi. Baliq ham bo'lmaydi. Mana shunday biz butun bir daryolarni noqonuniy qumshog'idan foydalanish orqali bioresurslarni yo'qotdik. Bu bilan o'simlik hayvonot dunyosi keskin qisqardi. Endi mana shu muhtaram prezidentimiz tomonidan e'lon qilingan mana shu daryolarga moratoriy, qumshog'i qazib olishga demak moratoriy bugunda mana shu qat'iy bir mana shu normalarni belgilash kerakki, umuman mumkin emas. Daryoda tadbirkor kirib turishi mumkin emas. Birgina mana bugun 90ga kiradigan Xudoga shukr, otam bir umr mana shu yo'l qurilish faoliyatida amalga oshirgan aytadilar-da. Men deydi bolam deydi biz qo'lda deydi samosval mashinaga qum shag'alni deydi o'zi maxsus tayyorlanadigan korxonadan olib kelib deydi. Unisi yonimizda daryo turibdi. Daryoda deydi qum shag'al to'la deydi. Unga xiyonat qilmasdik deydi. Biz o'sha belgilangan joydan qo'lda olib kelib, qo'lda mana tushirib biz demak asfalt yo'llarni qilganmiz deydi. Necha kilometrlab. Hozir Xudoga shukr shunday texnikalar bor, boshqa Nargisxon aytayotgandek, eng asosiy mamlakatimiz juda katta boy resurslarga ega. U daryoga tegmaslik kerak. Endi faqat tog'li hududlarimiz juda ko'p-da. O'simlik hayvonot dunyosi bo'lmagan tog'li hududlarimiz juda ko'p. Biz demak arid hududda yashaymiz. Ana shu tog'lardan foydalanib biz mana shu temir yo'llar orqali yoki boshqa transport orqali demak mana shu qumshag'allarni uzoqroq joyda bo'lsa ham yetkazib olsak, biz yetkazib bersak, biz mana shu daryolarga demak daryolarni demak ga xiyonatni oldini olgan bo'lamiz va bu borada ham korrupsion yo'llarni oldini olgan bo'lamiz. Qolaversa, Nargisxon aytayotgandek litsenziya masalasi. Eng og'ir nuqta bu korrupsion demak holatlarga olib keladigan eng moyil bo'lgan yo'nalishda bu xolos davlat ekspertizasi, yana bir bor aytaman, litsenziya. Endi bu litsenziyalangan faoliyat emas Nargisxon. Bu demak ekspertiza xulosasi bilan faoliyat olib boradi o'sha tadbirkorlik subyekti va bugungi kunda ekspertiza xulosasi 7 ta daryoga berish taqiqlangan. Umuman demak bu faoliyatga ishlab chiqilgan loyiha, ya'ni 7 ta daryodan qum olish, qum shag'al olish faoliyati yoki uni qayta ishlash faoliyatini mana shu daryolarda umuman taqiqlangan. Hech kim demak bu faoliyatga hech kim xulosa bermaydi. Chunki bu xulosa bilan faoliyat olib boradi. Endi yana bir masala keladi. Demak, moratoriy e'lon qilindi, Nargisxon siz aytgandek, lekin tadbirkor u daryoda ishlayotgandi. U tadbirkor nima qilishi kerak? Avvalambor u kredit olgan, katta kredit olgan, investitsiya kiritgan. U daryodagi toshni uchun. Endi hukumatning qarori bor. Demak, unga alternativ joylarni hukumat belgilab berish kerak. U tadbirkorlikda faoliyatni to'xtata olmaydi endi u. To'xtatsa u bankrot bo'ladi va yana bir davlatda bir qarzdorlik paydo bo'ladi. Shuning uchun hukumat buni to'g'ri siyosatni amalga oshiryaptiki, qaysiki unga alternativ hudud beradi. Lekin mana shu jarayonlarda ham korrupsion holatlarni oldini olish uchun bo'lsa, buni endi raqamlashtirish. Ya'ni o'sha tadbirkorga o'shanga teng bo'lgan hududni, ya'ni tog'li hududda bo'ladimi yoki ro'yxatga kirmagan daryolardan, moratoriy ro'yxatga kiritilmagan daryoni o'zanlaridan endi unga o'shanday holatda bo'lgan hududlarni ajratib berish, faoliyatini davom ettirishga imkoniyat yaratib berish kerak. Va unga tegishli kreditlarni, imtiyozli kreditlarni berish va boshqa imtiyozlarni berish bo'yicha ham hukumat mana shunday ishlarni amalga oshiryaptiki, bu o'z navbatida mana shu korrupsion holatlarni demak oldini olishga xizmat qiladi. Qolaversa, amaldagi bugungi kunda mana karyerlarimizda deymiz, mana shu qumshog'li olinadigan joylarni karyerlar deymiz odatda. Shu karyerlarni raqamlashtirish, har biriga demak kuzatuv kameralarni qo'yish va tegishli bo'lganda mana shu tarozilarni hattoki qo'yish bugungi kunda talabini qo'yilyapti. Biz xulosa berganimizda o'sha talablarni qo'yamizki, qaysiki bu ham korrupsion holatlarni olishga o'zining xizmatini ko'rsatadi deb o'ylaymiz. Yana bir misol sifatida aytmoqchiman. 2024-yil bizga murojaat keldi.
Samarqand viloyati Paxtachi tumanida aynan o'sha Paxtachi o'rmon xo'jaligini bir hududidan Zarafshon daryosini irmog'i oqib o'tadida, o'sha yerdan noqonuniy karyera tashkil qilib, qumshag'al qazib olishib, aynan o'rmon xo'jaligi hududida transportlar harakatlanishiga ruxsat berishganda, mana korrupsion holatni o'zi bu. Qanday qilib o'sha o'rmon xo'jaligini boshqa xodimlar sezyapti-da, rahbariyat ko'rmayapti. O'sha holatni olib chiqib, ichi achiyotgan, o'sha mehnatiga achinayotgan xodimlarni esa o'rmon xo'jaligini rahbariyati nomini yomonlab, bular tuhmatkash, bular o'zi aslidan ham anaqa, biz ko'rmaganmiz, biz borgan paytda unaqa holat bo'lmaydi deb aynan o'rmon xo'jaligi rahbariyati bular aytayotgan hududlarga o'rganishga borishdan oldin o'sha karyer xodimlariga ogohlantirish berar ekan. Biz bugun boramiz, reyd o'tkazamiz, chiqmanglar debda. Chiqqan holatlarda ham Ana korrupsiya, mana korrupsiya. soxta bayonnomalar rasmiylashtiriladi deyishdi. Keyin biz albatta jurnalist bo'lganimizdan keyin holatni voqea joyida o'rganishimiz kerak. Ularni kimnidir gapi bilan xulosa olib bo'lmaydi. Tangan ikkita tomonni ham eshitish kerakda. Birinchi borib o'rmon xo'jaligi rahbariyati bilan bog'landimda, ular deyarli bizga hamma narsani ijobiy tomonlama ko'rsatishdi. O'sha bizga murojaat qilgan xodimlarni ham qoralab, keyin fikrim o'zgardi-da, men aytdim, "Yo'q, to'xta, bari murojaatchilarning o'zi bilan ham gaplashishim kerak." Bir kun vaqt ketsa ham o'sha hududda qolib murojaatchilar bilan keyin aytishdida ular, "Feruzbek, siz kutib turing" dedi. Uzoq yarim soatda dedi, "Hozir siz ketishingiz bilan bular ish faoliyatini boshlaydi" dedi. Men ketdim, "Sog' bo'linglar" deb xayrlashib chiqib ketdim-da. Yarim soatdan keyin hududga, ya'ni o'rmon xo'jaligi hududiga qaytib kirib borsak, haqiqatdan o'sha yerdan kamazlarda qumshag'al qazib olib chiqishib ketdi. Rahmat sizga. Biz o'sha bu jarayonlarni zapis qilib oldik. Nima uchun u xodimlar ichi achyapti? Chunki o'sha yerdagi butasimon o'simliklarni ular ekkan, parvarish qilganda chorva mollarini boqish mumkin emas o'rmonchilik hududida-da. O'rmonchilik xo'jaligida chorva mollarini boqishga fermerlarga ruxsat berib qo'yishgan. Mana korrupsion holat. Bir nima o'sha foyda tegadiki, o'sha yerga shu narsani qilishga ruxsat berishganda. Keyin men so'raganimda ular aytishdiki, o'rmon xo'jaligi hududiga faqatgina o't o'chirish mashinalari kirishi uchungina yo'l belgilangan. Lekin siz ko'rayotgan yo'l o't o'chirishniki emas. Mana qarang, ilon iziga o'xshab turli xil o'sha butasimon o'simliklarni payhon qilib, bular istagan o'ziga qulay bo'lgan joydan yo'l qilib qumshag'alni olib chiqib ketadi dedi-da. Shu narsani olib chiqib ketish jarayonini ko'rganimizdan keyin men yana o'rmon xo'jaligi rahbariyatiga bog'lansam, endi ularda boshqa vaziyat yo'q-ku, ular meni boshqa yo'l orqali bosim o'tkazishga harakat qilishdi-da. O'rmon xo'jaligi hududiga siz noqonuniy ravishda kirgansiz. Siz bizni ruxsatimiz bilan o'rmon xo'jaligi hududiga kirishingiz mumkin edi. Siz xo'jalikdan chiqib ketganingizdan keyin begona shaxs hisoblanasiz. Siz yong'in keltirib chiqarishingiz mumkin edi. Siz qonunchilikni buzgansiz. Biz sizdan ariza kirgizamiz prokuraturaga, ichki ishlarga beramiz deyishdi-da. Keyin o'sha jarayonda ular meni o'ylashdiki, bu oddiy jurnalist yo qo'rqib hozir bir narsa qiladi, materiallarni topshiradi. Ular menga talab qo'yapti. Biz hozir vokzalga yetib boramiz, biz siz bilan ko'rishamiz. Hamma materiallarni siz bizga taqdim qilasiz, keyin ketasiz. Keyin men aytdimki, birinchidan dedim, o'rmon xo'jaligi hududi o'rab olinmagan dedim. Qo'rqoq birinchi mush ko'taradi degani bo'pti-da. Ikkinchidan dedim, o'rmon xo'jaligining qaysi hududida dedim, sizlar asosiy kirish qismidan ham dedim yoki boshqa hudud, chegara hududlarida ham dedim, belgi o'rnatmagansizlar dedim. O'rmon xo'jaligi begona shaxslar kirishi mumkin emas, videoga va suratga olishi mumkin emas degan dedim. Taqiqlar qo'ymagan. Bemalol dedim, qo'yishinglar mumkin dedim. O'zbekiston fuqarosiman dedim. Agar sizlar meni shunaqa talab bilan javobgarlikka tortadigan bo'lsanglar, men ham sizlarni boshqacha talab bilan sizlar meni ogohlantirmagansizlar yoki qo'ymagansizlar. O'rmon xo'jaligi o'rab olinmagan dedim. Ikkinchidan dedim, inkor eta olmaysizlar dedim, korrupsiya holati yo'q emasligiga dedim. Sizlar menga bergan va'dalarni dedim, o'sha xodimlar isbotlab berdi-ku dedim. Mana faoliyat yurityapti-ku dedim-da. Shuni aytganimdan keyin menga qayta qo'ng'iroq ham bo'lmadi. Men keldim, juda ham xursand kayfiyatda biz bulardan g'olib bo'lamiz, korrupsiya holatini fosh qilamiz deb Bosh prokuraturaga murojaat qildik. Ekologiya vazirligi edi o'sha payt 2024-yilda hozirgi qo'mitamiz ularga yozma ariza berdik, ya'ni ustoz guvohlar suratlari, o'sha videolarini disklarga ko'chirgan holda prokuraturaga javob borib berdik. Afsuski, biz arizalarimizga birortasiga javob ola olmadik. Birortasiga javob bo'lmadi. U o'sha xodimlar telefon qilishyapti-da, mana shunaqa javob ola olmayapmiz biz desak, keyin aytayaptiki, "Ko'rdingizmi aka" deydi, "har bittasini deydi bu yerda o'zini hissadorligi borki" deydi, "bu narsa bosti qilinyapti" deydi-da. O'sha tuman hokimligi, boshqarma yoki o'rmon xo'jaliklarini ham deydi, qandaydir deydi, bar manfaatdorligi borki deydi, "Mana shu narsa sizlarga ham qaranglar" deydi, "Sizlar bizdan yuqoriroq turuvchi respublika nodavlat nojo'ra tashkilotisizlar, saytsizlar, beryapsizlar, sizlarga javob berish kerak-ku" deyapti.
qonunda belgilangan afsuski bizga berishmadi. Mana shu holatlarda bizga javob berishmadi. Endi bizga ko'p aytishadi, nimaga Adliya vazirligiga murojaat qilmaysizlar huquqlaringiz buzilganligi to'g'risida. Men o'ylayman, bunaqa keyslar bilan biz juda ham huquqlarimiz buzilganligi to'g'risidan ham mana oddiygina Ichki ishlar vazirligi biz arizamizni o'sha belgilangan 30 kunlik muddatda ham ko'rib chiqmaganda, Oddiy. kelinkida biz ularni ustidan даже murojaat qilib qonun buzilishi yo'l qo'yilyapti bu yerda. Murojaatlar bilan ishlash to'g'risidagi qonun talablari buzilyapti. Qo'shimcha muddat so'ralganda bizga ogohlantirish berilmayapti degan holatimizda shu holatlarda ham biz javob xatlar ololmaganmiz. Oddiygina yaqinda avval Akosh nomi bilan Instagramda yuritardi faoliyatini, hozir Go'shxo'r nomi bilan yuritadi. Ya'ni Go'shxo'r chunki nima baliqlarni tiriklay qanaqadir hayvonlarni nima qiladi, polaponlarni yeydida, juda ham nima ko'ngilda aynitar darajadagi shaxs, lekin juda ham ko'pchilik odam ko'radi uni. Endi bizada shunaqa narsaga o'chku ko'rishgada, tomoshaga o'chku, keyin orqasida masalan hayvonlarni jinsiy aloqa qilayotgan nimalarni qo'yib qo'yadi videolarni. Shuni ustidan, ya'ni bu jamiyatimizni umuman yoshlarning ongini buzyapti birinchidan. Ikkinchidan hayvonlarga shafqatsizlikni targ'ib qilyapti-da. Shu bo'yicha ichki ishlarga bergandik, javob kelmadi. Qaytarib ichki ishlar vazirligiga berdik, javob kelmadi. Keyin portalga berilganda menga chiqib nima deyishadi, sizga nima yomonlik qildi o'sha shaxs deyishadi. Menga hech qanaqa yomonlik qilganim yo'q dedim. Shaxsan menga hech qanaqa yomonlik qilganman, uni tanimayman ham dedim. Lekin siz o'ylab ko'ring-ku, o'sha keyin uchastkovoyga chiqarishganda, uchastkovoy meni chaqirdida, nima yomonlik qildi sizga opa deydi. Yo'q, menga yomonlik qilgani yo'q dedim. Oching dedim. O'shani ochib nimasini ko'rsatgandan keyin dahshatga tushdida. Lekin uni ismini ham, familiyasini ham hammasini topganmiz-da. Shu osonroq bo'lsa ichki ishlarga deb telefon nomerlarigacha, adresigacha topib berganmiz-da, ariza kiritganmiz. Hatto shuni o'qimasdan biz uni qayerdan topamiz deydi. Siz hech bo'lmasa arizani o'qib ko'ring, iltimos dedim. Yerda hammasi bor dedim-da. Mana munosabatda huquq tartibot organlarini ham. U keyin o'zini sahifasiga Telegram kanal qo'yganda, Telegram kanaliga o'tsangiz agar juda ham pornografik suratlarni targ'ibot qiladi. Chunki o'zi tungi klublarga borib o'sha nima deydi, bu uyat bo'ladigan bo'lsa ham yarim yalang'och ayollarning suratini qo'yib, aynan o'sha xom go'sht mahsulotlarini yeyotganda yoki pishirmasdan yeyotganida aynan o'sha yarim yalang'och ayollardan video materiallarda foydalanayotganlik ochiq ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib borilyapti-da. Hech kim kafolat bermaydi, meni bolam ko'rmayapti, meni ukam ko'rmayapti, meni singlim ko'rmayapti debdi. Bu faxshni ham targ'ib qilish hisoblanadi-da. Shaxsan o'zim ham qarindoshlarim uchun, jiyanlarim uchun ham xavotirga tushib qoldim. Hozir yoqamushiyman bu shunchaki. Lekin aksariyatini ko'rsangiz, yana ko'proq yeng, qiziq bo'lyaptimi, ta'mi qanaqa bo'ladi, fuqarolarimiz tomonidan qo'llab-quvvatlash, uni videolari bir olim chiqib gapiradigan bo'lsa, bir ko'rsa 1 mingta, 2 mingta odam ko'radi. U fan, qanaqadir tadqiqot, qanaqadir kashfiyot ustida gapirganini biz 1 ming, 2 mingta odamimiz ko'radi. 38 million aholimiz bor. Lekin bir ahmoqona go'sht yeyish mahsulotlarini, o'sha xomlarni yeyish yoki tiriklarni yeyish videolarini qo'ygan shaxsni 3 million, 4 million, 5 milliongacha auditoriya ko'ryapti-da. Demak, o'sha 3 million, 4 million, 5 millionlik auditoriyaning ichida voyaga yetmagan shaxslar, albatta, qizlar borligini hech kim inkor eta olmaydi. Ularning psixikasi hali rivojlanmagan. Qanchalik ta'sir qilyapti bu narsalar. Bu alohida juda katta mavzu ekan. Bunga alohida bir podkast mavzusini ko'tarishimiz mumkin bo'lar ekan. Javobgarlikka tortish kerak bunaqa shaxslarni. Juda ham qo'rqib ketdim, to'g'risi, lekin boya gapirgan paytinglarda men Ohangaron poligoniga borganim esimga tushdi. Ohangaron poligoniga borganimda chiqindilarni shunchalik ko'p ekanligini ko'rganimda shokka tushgandim. Juda ham ko'p badbo'y hid kelardi ulardan, lekin o'sha joylarni ishlab, tozalab, chiroyli qilib yurgan odamlarga ming rahmat deymiz. Va men ulardan fakt eshitgandim. Statistikaga ko'ra O'zbekistonda atigi 5-10% gina chiqindi qayta ishlab chiqarilar ekan. Qolganlari mana shunaqa poligonda tonna tog' bo'lib yotaverar ekan. Bu mana bitta savolga hozir olib keldi. Korrupsiya haqida muhokama qilayotganimiz uchun ustoz, mana sizga ham aytaman. Chiqindilarni boshqarishda ham korrupsiya holatlari kuzatiladimi? Yo'qmi? Mana shu savol meni juda ham qiynayapti. Albatta, bugun o'rinli savol bu ham. Bugun mamlakatimizda agar chiqindi xonalari joylashgan joyin umumiy 1000 gektardan ortiq yerni tashkil qiladi.
Agar 1000 gektar yerni hisobga oladigan bo'lsak, 1000 gektarda yerdan qishloq xo'jaligi ekinlarni ekish orqali qancha foyda olgan bo'lardik. Bugun butun dunyoda chiqindi masalasi muammo kabi O'zbekistonda ham bu muammo. Eng achinarlisi, demak inson bugun iqtisodiyoti har tomonlama rivojlanishi demak mana shu chiqindilarni tabiiy ravishda ko'payib borishiga imkoniyat yaratadi. Qaysiki bugun o'ylaysiz bir fuqaro o'rtacha qancha chiqindi chiqaramiz? Tonni chiqarsa kerak. Demak bir kunda demak biri 3 kilogramm, ya'ni 1,5 kilogrammga yaqin bir fuqaro jon hisobiga chiqindi chiqaradi. Ya'ni mana ikkita nevaram bor uyda. Uni ertalab qizim kelinib chiqaradigan bo'lsa, ertalab mana shu ikkita demak katta paketda chiqindixonaga olib borib to'kadi. Bugungi kunda chiqindi turlari ko'p. Birgina pampersini olaylik. Bolalarning pampersini olaylik. Uni demak pampers ham oddiy tez chiriydigan bu demak materiallar emas. Tarkibi 400-500 yil kerak axir pampers uni yashirishga. oddiy pampersni yashang 500 yil vaqt kerak. Mana shu chiqindilar, yangi chiqindi turlari paydo bo'lyaptiki, qaysiki bu jamiyatimizda inson hayotiga juda katta demak salbiy ta'sir bor. Buni endi qayta ishlash masalasi birinchi o'rinda turadigan bugun ekologiyaning eng katta muammosi. Bugun mamlakatimizda mana shuncha jon boshini oladigan bo'lsa, salkam 38 million aholidan demak 1,5 kilogramm o'rtacha chiqindi chiqadigan bo'lsa, u 100 million demak tonna chiqindini tashkil etadi. Buni endi mamlakatda bugun alohida siyosatida, ekologik siyosatda bu alohida chiqindilarni qayta ishlash va demak mana shu sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish alohida agentligi bugun tashkil etildi. Bu qaysiki o'zini asosiy yo'nalishi mana shu chiqindilarni demak tartibga solish, ularni boshqarish. Mana yaqinda mana chiqindilar to'g'risida qonunni ekologik qo'mitasi tomonidan yangi tahrirda ishlab chiqildi. Nargizxon xabaringiz bor. Endi biz chiqindilarni mana shu joriy yilgacha, mana shu yaqin yillargacha aniqrog'i bu kommunal xizmat sifatida qabul qilganmizda, ya'ni kommunal xizmatlar sifatida bu qaralgan. Endi biz bozor mexanizmiga to'liq o'tdik bugungi kunda. Ya'ni chiqindi xizmatlarini amalga oshiruvchi tashkilot endi davlat tashkiloti emas. Endi bu xususiy tashkilotlar. Uni tadbirkorlik subyektlariga berdik. Endi davlat byudjetdan unga mablag' ajratilmaymiz. Buni faqat tadbirkorlik subyekti mana shu xizmat ko'rsatish orqali o'zini iqtisodiy holatini yaxshilaydi va moddiy texnika bazasini yaratadi. Lekin hukumat bugungi kunda tadbirkorlar subyektlarini demak qo'llash uchun bugun davlat byudjetidan ham juda katta miqdorda mablag' ajratyaptiki, qaysiki bugun demak dvigatellar bilan jihozlangan hattoki chiqindi transport vositalarining yangi turlarini olib kelyapti va uni qayta ishlashda yangi texnologiyalar, ya'ni kuydirish, qonunchiligimizda chiqindini kuydirish taqiqlangan edi. Bugun o'sha normani olib maxsus zavodlarda elektr demak energiyasini olish maqsadlarida uni kuydirishgacha ruxsat beryapmizki, qaysiki bugun dunyo amaliyoti. Mana Koreyani olamizmi, Yaponiya davlatini olamizmi yoki birgina Singapur shahrida demak bir shahar, bir davlat mana 7 million aholi bo'ladigan bo'lsa, butun chiqindisi bitta korxonada qayta ishlanadi. Birgina korxonada 7 million aholi. Biz hali 7 million Toshkent shahri birgina 7 millionga borganmiz yo'q. Hali endi 4 million aholi bo'lishi mumkin. Yaqinda mana aholini hisobi o'tkazilyapti. Mana o'sha yakunlari bo'yicha bu e'lon qilinadi. Demak, qaysi hududda qancha aholi yashashi bugungi kunda mana shu siyosatni, ya'ni chiqindilar siyosatini amalga oshirish bo'yicha bizning eng keskin masalamiz mana so'nggi 50 yilda vujudga kelgan mana shunday chiqindixonalarni demak keskin qayta ishlash orqali endi u chirib bo'lgan eski chiqindixonalar demak uni sortirovka qilinadi, ya'ni turlarga ajratiladi. Biogumus bo'lgan qismi demak undan metan olishga, undan biogumus sifatida foydalanishga qishloq xo'jaligiga bo'ladi. Qolgan polietilen qismlari esa u qayta ishlanib, demak u qurilish materiallariga ham yo boshqa materiallarga ham ilishiladi va mana shunday tartib orqali amaldagi chiqindixonalar, ya'ni rekultivatsiya qilingan chiqindixonalarni o'rniga yashil maydonlar vujudga keladi va mana shunday mamlakatimizda chiqindini boshqarishni mana shunday hal qilishga erishamiz biz.
Keyin mana Rahmat. Korrupsion holatlar haqida fikr bildira olasizmi? korrupsion holatlari bo'yicha fikr bildirmoqchi edim. Qarangda, ekologiya bir-biriga bog'liq chambarchas yo'nalishda. Mana yuqorida daryo o'zanlarida qumshahar qazilib, o'sha daryo o'zanlar kengayapti. Ayrim o'sha daryolarimiz bor quyiladigan hududlarda suv yetib bormayapti-da, daryo qurishni boshlayapti, to'g'rimi? Birgina Chirchiq daryosini oladigan bo'lsak, mana shu qurib qolayotgan qismiga qurilish chiqindilarini noqonuniy ravishda to'kib ketish holatlari daryo o'zanlariga juda ham ko'p. Bizga juda ham ko'p murojaat kelib tushadi-da. Biz mana murojaatlarni e'lon qilamiz. Aksariyat holatlarda qaysiriga jarima jazosi qo'llaniladi deyishadi. Ayrimlari nazoratdan qolib ketadi. Nima uchun nazoratdan qolib ketadi? Mana shu yerda ham baribir manfaatlar to'qnashuvi bo'ladi deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrimda. Agar bo'lmaganda bunaqa darajada juda ham ko'p qurilish chiqindilarini chiqarib tashlashmasdi. Chunki o'sha aholimiz o'zini uyini mana remont qilgandan keyin, ta'mirlagandan keyin o'zidan chiqadigan qurilish chiqindilarini, maishiy chiqindilarni urnalarga tashlashi mumkin emas. Qonunchiligimizda bu taqiqlangan. Ular nima qilishadi? Ko'cha-kuyda arzimas pulga o'sha mototsiklda yoki boshqa lo'lilarga berib, olib ketaylik chiqindimizni deyishadi. Ular qayerga olib boradi? Mana shunaqa belgilanmagan hududlarga olib borib to'kib kelishadi noqonuniy ravishda-da. Buni katta o'sha KAMAZlarda olib borib to'kadiganlar ham bor. Katta qurilish obyektlaridan chiqadigan. Bu yerda baribir qandaydir o'sha kelishuvlar, bu yerda kimlarningdir topshirig'ini majburiy ravishda bajarish, ko'rsada ko'rmaslikka olib ketish holatlari albatta uchrab turadi. Mana shunaqa joylarda ham korrupsiya holatlari yo'q deb hech kim kafolat bera olmaydi, albatta bo'ladi. O'zbekistonda Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi bor, to'g'rimi? Mana shu agentlik hozirgi Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi u davrda ekologiya vazirligi edi. Vazirlikka o'sha yuklatilgan 65 ta funksional vazifadan 12 tasida korrupsiya holatlari yuqori deb baholaganda. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tomonidan aynan bu yerda o'sha daryo o'zanlaridan noqonuniy qumshag'al qazib olinishi, chiqindilar bilan o'sha chiqindilarni noto'g'ri tartibga solish holatlari bo'yicha daraxtlarning kesilishi, xulosalar olish borasida korrupsiya holatlari yuqori deb baholangan degan ma'lumotni ham ochiqlashganda, endi 2025-yilnikini ma'lumotini so'raganimizda ular aytishdiki, tizimda o'zgarishlar bo'ldi, juda ham tez ravishda. 2026-yil mart o'sha boshlarida xudo xohlasa tizimdagi o'sganmi yoki kamayganmi shu bo'yicha ma'lumotlarni Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi ochiqlaymiz degan ma'lumotni berishdi, lekin 2014-yilda 12 ta funksiyada yuqori deb baholangan. Juda achinarli fakt. Juda ham achinarli fakt. Nima deyishga ham hayronman. Даже chiqindi boshqarishda shunaqa ekologik korrupsiya uchrasa, bu bilmadim. Biz bora tabiatni nobud qilyapmiz bu narsalar bilan. Shu o'rinda menda yana bitta savol tug'iladi. Mana shunaqa ekologik jinoyatlarni qilayotgan odamlar qanaqadir jazolar ko'ryaptimi, jazolanyaptimi ular? Kim buni nazorat qilyapti? Nazorat qilayotgan organlarni kim nazorat qilyapti? Va ekokorrupsiyani oldini olish uchun qanaqadir innovatsion texnologiyalar qo'llanilyaptimi? Shular haqida kim menga gapirib bera oladi? Rahmat. Haqiqatan meni bu suhbatni demak davom ettiramiz. Chiqindilarni boshqarish. Bugun mana Toshkent misolida ko'radigan bo'lsak, poytaxt misolida ko'radigan bo'lsak, chiqindilarni mana shu qonunchiligimizda aytgandek, ya'ni MSPlar, ya'ni vaqtinchalik chiqindilarni joylashtirish punktlaridan tortib, demak signal usuligacha demak joriy etilgan va biz o'ylaymizki, mana shu raqamlashtirish, albatta raqamlashtirish birinchi o'rinda korrupsiyaga qarshi kurashga demak asosiy bir sababchi bo'ladi. Qolaversa, mana avvalambor mana shu Nargisxon mana shunday tadbirlarni amalga oshirish va fuqarolarimizni mana shu chiqindilarni noqonuniy joylarga joylashtirish mumkin emasligi haqida, mana ayniqsa yosh bolalarimizga, o'sib kelayotgan avlodlarimizga mana shunday huquqlarni kengroq targ'ibot qilishimiz. Qolaversa, mana shu ekologik huquqbuzarliklar, korrupsiya holatlari jazoga muqarrar ekanligini yana bir bor tushuntirib o'tsak, qolaversa mana shu jamiyatda mana shu korrupsiyaga qarshi kurash, mana yuqorida aytayotgandek asosiy inspektorlar tomonidan nazoratga olinishi kerakligi bugungi kunda o'zini samarasi bermaydi. Agar davlat vakolatli davlat organlaridan bir umid kutadigan bo'lsak, ular jamiyatni har bir demak fuqarosini jalb qilmas ekan,
bu demak o'z davlat vakolatli davlat organi tomonidan amalga oshiriladigan ishlar o'zini samarasini bermaydi. Shuning uchun ham bu vazifa nafaqat davlat organining balki butun jamiyatni har bir fuqaroni ishi bo'lishi kerakki, qaysi mana shu bizni mana shu bugungi ko'rsatuvimiz mana shunday tadbirlarni noqonuniy faoliyatni oldini olishga o'zini xizmatini ko'rsatishi kerak. Man qo'shimcha qilmoqchi edim. Bu yerda korrupsiya holatlarini oldini olish uchun shaffoflik bo'lishi kerak-da hamma tizimda. Bu yerda o'sha nima ruxsatnoma berayotgan ham, litsenziya berayotgan, litsenziya berilishi ham, ruxsatnoma berilishi ham hammasi shaffof bo'lishi kerak-da. O'sha hozir hamma tashkilot saytlari bor-da. Saytlariga bu narsa berilgan ruxsatnomalar nimalar qo'yilsa, shu jamoatchilik nazoratini yoki jurnalistik surishtiruvlarni shu orqali amalga oshirsa bo'ladi birinchidan. Man juda ham xohlardimki, yana bitta narsani guvohi bo'lganman. Shu ekologiya sohasida faoliyat yurita boshlaganimdan buyon bizada ekologiya qonunchilikni yaxshi biladigan ekoyuristlarimiz kam juda ham. Barmoq bilan sanarli-da va sudyalarimiz deyarli yo'q-da, kam juda ham. Umumiy sudda ko'riladi, masalan, fuqarolik yoki ma'muriy yoki jinoiy sudlarda ko'riladi-da ekologik huquqbuzarlik. Alohida manimcha shuni vaqti keldi, chunki ekologiya bu bizning kelajagimiz. Alohida shu ekologik sudni tashkil qilish kerak. Chunki ekologik sudni tashkil qilinsa, maqsadli ravishda shu yo'naltirilgan holda mana shu ekologik qonunbuzarliklar ko'rib chiqilib, ularga shu belgilangan nimalar berilsa, javobgarliklar qo'llanilsa va bular ochiqdan ochiq shu ommaviy axborot vositalarini vakillari taklif qilingan holda, ya'ni yopiq sud bo'lmasligi kerak, ochiq sud bo'lishi kerak-da. Ya'ni hamma kirib o'sha ishtirok eta olishi kerak. Shuni amalga oshirish kerak deb o'ylayman va bu yerda yana bitta narsa bor. Biz ko'pincha etikaga nima qilamiz-da, shaxsga doir nimalarni tarqatmaslik uchun, ammo shu juda ham katta ekologik jinoyat qiladigan shaxslarni yuzini ochiq ko'rsatish kerak. Chunki bu odamlarga qanaqadir dars bo'lishi kerak-da. Ism familiyasini ham, yuzini ham ochiq ko'rsatish kerak. Xalq bilsin. Xalq bilish kerak-da bu narsani. Manimcha bu hech qanaqa bir shaxs bu jinoyat qildimi, javobgarlikka tortildimi? O'sha javobgarlikka tortilgandan keyin manimcha buni ommaga oshkor qilish kerak deb o'ylayman. Innovatsion texnologiyalar qo'llanilishini kuzatganmisizlar? Innovatsion texnologiyalar hozir qilinyapti. Boya Islom aka aytganidek raqamlashtirish ketyapti. Chunki qanchalik inson omili kam bo'lsa, shunchalik ekologik korrupsiya oldida olinadi-da. Hamma joyga kameralar o'rnatilsa, butun jahonda shunaqa rivojlangan mamlakatlarda. Yana bir bor aytishim kerak. Bu asosiy bir siz aytyapsiz, innovatsion texnologiyalarni joriy etish korrupsiyani oldini olishga xizmat qiladi deyapsiz. Haqiqatan ham mana birgina shu ekspertiza sohasini oladigan bo'lsak, inspektorlar bugun nima qiladi? Korxonaga borgandan keyin demak inspeksiya jarayonlarida tadbirkorlik subyektlar tomonidan shu chiqarilgan oqovani yoki tashlamalarni yoki mana shu chiqindilarni joylashtirish masalasida belgilangan normativlarni aniqlaydi-da. Agar normativdan oshadigan bo'lsa, unga nisbatan jarima qo'llaydi yoki kompensatsiya to'lovlarini belgilaydi. Agar mana shu holatlarda endi tadbirkorlik subyekt bilan inspektor o'rtasida muloqot paydo bo'ladi. Ya'ni korrupsion holatlar demak avjiga oladigan bir jarayon borki, buni endi qanday biz raqamlashtiramiz? Buni qanday qilib nazoratdan o'tkazamiz? Bu siz aytayotgandek endi har bir manbaga mana demak quvur orqali oqova suv chiqyapti, unga demak monitoring stansiyasi qo'yiladi. Yoki demak manba bor, ya'ni tashlama, tutun chiqadigan tashlamalarga demak qaysi ingrediyentda mana Nargisxon bilanlar bitta havoga tashlanadigan mingdan ortiq ingrediyentlar bor. Ifloslantiruvchi moddalarni. Har biri turi bo'yicha demak stansiya avtomatik ravishda vaqt rejimida ma'lumotlarni bizni situatsiya markazimizga va ekologiya qo'mitasini situatsiya markaziga onlayn tarzda inson omili aralashmaydi. O'zi avtomatik ravishda demak avtomatik stansiya tahlil qiladi va ma'lumotlarni demak bizni situatsiya markazimizga taqdim etadi. Demak o'sha yerda bilinadi korxona qancha miqdorda belgilangan miqdorda ifloslantiruvchi moddalarni chiqarishni amalga oshiryapti. Mana inspektor endi o'sha korxonaga bormaydi. Mana o'rnatilgan stansiyalar demak ma'lumotlarni demak vaqt rejimida onlayn olib boradi va biz unga nisbatan chora ko'rishni
demak endi mana shu avtomatlashgan ravishda amalga oshiramiz. Mana shunday mexanizmlarni joriy etish orqali mana shu korxonalarni biz demak tartibga solamiz va eng asosiy mana korrupsion holatlarni oldini olishga erishamiz deb o'ylayman. Men просто yana bitta narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. Bu yerda masalan prokuraturaga beriladi, ichki ishlardan keyin sudlarga oshiriladi. Bu yerda o'sha prokuratura va nazorat organlarining siyosiy ta'sirdan mustaqil faoliyat yuritishini ta'minlanishi kerakda. Yana bitta narsa bizda yo'q qilindi, anonim murojaatlarni ko'rib chiqish masalasida. Hozir anonim murojaatlar ko'rib chiqilmaydi, balki shu ism, familiyasi va hokazolar bilanda. Nima uchun? Misol uchun qo'mitadan nisbatan bizlarni botimizga ko'proq murojaat kelib tushadi. Chunki biz o'sha shaxsni nima qilamiz? Tarqatmaymizda, oshkor qilmaymiz. Oshkor qilmaymiz murojaatchini. Baribir ko'pchilik qo'rqadi. O'sha ichki qo'rquv borda. Shuning uchun menimcha o'sha anonim murojaat mexanizmlarini joriy etish kerak qaytadan va yana bitta narsa o'sha korrupsiya haqida xabar bergan shaxsni huquqiy himoyasini ta'minlash kerak. Ana shunday holatda biz ozgina bo'lsa ham o'sha korrupsiyani kamaytirishga erishamiz. Nargizxon to'g'ri aytyapsiz. Haqiqatan bu ayolaringiz menga juda yoqyapti, shaxsan o'zimga. Mana birgina yuqorida aytgan ekologik prokuratura bugun mamlakatimizda shu paytgacha amalga oshirilib kelayotgandi. Endi to'g'ri bugungi kunda politsiyaga o'tdi funksiyasi. Mana shu ekologik prokuratura bo'lgandan keyin albatta ekologik sud ham bo'lishi kerak. Mana mamlakatimizda bugungi kunda harbiy prokuratura bor edi, uni harbiy sudi ham bor edi. Shuning uchun ham mana shunday g'oyalarni, ilg'or g'oyalarimizni bugun hukumat darajasiga olib chiqish albatta mana shu fuqarolik jamiyatining mana shunday ilg'or fikrlarini hukumat ham demak inobatga olgan holda bu mexanizmlarni huquqiy normalarga kiritish albatta mana shunday muammolarni samarador ravishda hal qilishga o'zini imkoniyatini yaratadi deb o'ylaymiz. Rahmat, hurmatli mutaxassislar. Shaxsan bugungi suhbat men uchun oson bo'lmadi, chunki biz raqamlar haqida emas, jarimalar haqida emas, hisobotlar haqida gaplashmadik. Biz nafas olayotgan havomiz, ichayotgan suvimiz, atrof muhit haqida, uni bo'sayotgan farzandlarimiz qayerda yashayotganligi va ularga nima biz qoldirayotganligimiz haqida gaplashdik. Bu narsalarni o'ylash o'zi etni titratadi. Juda ham ko'p faktlarni oldim. Shu o'rinda tomoshabinlarimiz va tinglovchilarimiz ham o'zlari uchun juda ko'p yangiliklar olishdi. Biz shu narsani bugun qat'iy aytdik. Tabiat pora olmaydi, lekin korrupsiya tabiatni asta sekin yo'q qiladi. Bu tempda agar ketadigan bo'lsak, juda ham tez ham yo'q qilishi mumkin. Bu juda ham achinarli holat. Qayerda nazorat sust bo'lsa, o'sha yerda korrupsiya rivojlanadi. Qayerda adolat yo'q bo'lsa, o'sha yerda korrupsiya bo'ladi. Aynan shu narsa haqida unutmasligimiz kerak va qayerda mas'uliyat yo'qolsa, havo ifloslanadi. To'g'rimi ustoz? Havo ifloslanadi. Faqatgina havo emas, butun atrof muhit. Atrof muhit ifloslanadi. Endi o'zimni tushunchalarimni aytaman hozir bu yerda. Endi biz nima qilamiz degan savol bilan emas, qanday yashashimiz kerak, nazoratni kuchaytirishimiz kerak degan qat'iyat bilan yashashimiz kerak. Chunki bu vatan bizniki, bu tuproq bizniki, ichayotgan suv bizniki. Bizga hech kim bu narsani o'zimizdan boshqa hech kim qutqarib qola olmaydi. Nazoratni kuchaytirishimiz kerak. Shundagina biz atrof muhitimizda asrab qola olamiz. Ekologik halokatni oldini olish mumkin. Bu uchun faqat jim turmaslik kerak, shaffoflik kerak, jamoatchilikning kuchli nazorati kerak va jamoatchilik ovozi eshitilishi kerak. Shunda ekologik korrupsiyaga chek qo'ysak bo'ladi va atrof muhitimizni saqlab qolishimiz mumkin bo'ladi. Biz siz bilan endi bundan buyog'iga kuzatamiz, savol beramiz, so'roqlaymiz, to'g'rimi? Biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling, atrof muhitga befarq bo'lmang, loqaydlikni yig'ishtiring. Hammaga xayr. Rahmat. Rahmat kattakon.